Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning qo'y fermamizda turibmiz. Hafta kuniga juma 28-mart hammalaringga juma ayyom muborak bo'lsin deb biz video syomkalarimizni boshlaymiz. Bugunga qanaqalardi? Bugunga 5 dona qo'chqorimiz bor. 4 ta qora, bitta ko'chish qo'chqorimiz. 4 ta qora, bitta. Bular qanaqa etga? Bular qo'zi hali pishib chiqmagan. Bularni nechta qilaman deganlar, qurolib hayitga so'yaman deganlar, qurolib qo'chib boqib so'yaman deganlarga nechta zo'r o'ynatadi qo'chqorlarimiz keldi. Akalar, videoni oxirigacha kuzatib, mana yilni ham bo'yapti. Semiz so'yaman deganlarga mana ehsonni o'tkazaverar ekan, bitta ehsonni. Hayitga so'yaman deganlarga, haqiqiy marosimlarga so'yaman deganlar, bitta ehson o'tkazaman deganlarga semiz variantidan keldi mana bugungi. Qo'ylar mana tayyor jun olingan, to'shlari ham holati. Qo'chqorlarni hammasi go'zal ekan. Bitta ma'lumotni o'tkazamiz. Mana. Bu allaqacha bak. Tish buzgani oldi. Oldi tish buzgan, ha. Qo'yinglar, qo'yinglar. Bular qayerda qo'yib? Bular kosonni qo'ylar. Kosonni qo'yib. Akalar, bitta ehsonni o'tkazaman deganlarga mana videoni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz mana. Qo'chqorlar hammasi semiz. Kilosiga ham to'g'ri kelaveradigan hammasi semiz qo'chqorlar. Dastavka xizmati bor, hamma yog'i ichida. Xudo xolisa qo'ylar narxini chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Qo'ylar hammasi tayyor jun olingan, yem yeb turgan semiz qo'ylar. Boqaman deganlarga bitta mana boqadigani ham bor, Qirg'izdan tushgan. Qo'y Qirg'izdan ikkinchi qo'l shu kasanda bolalar olib o'tgan, ikkinchi qo'lga bizga o'tgan. Qo'chqorlar mana hammasi yemda yotgan semiz qo'chqorlar. Bir yerda yotib yemini yeb turgan qo'chqorlar. Bular necha puldan beramiz? Optimalsin 5 milliondan beraman. Yo'q, endi haqiqatga misol ertaga hayitga so'yaman deganga optimal olmaydi. Bitta olishi mumkin. Bitta olganga o't beraman, 5 milliondan o't beriladi. Xayri bor. Mana mana. Optim so'raganga 5 milliondan kami bor. Bitta yakka olganga o't berilar ekan. Mana qo'chqorlar hammasi zo'r, go'zal qo'chqorlar. Endi ashinisini sal quvib turasizlar. Dastavkasi qayergacha? Vodiy bo'ylab dastavkasi-ya. Vodiy bo'ylab. Vodiydan u yoqqa kelishamiz akalar. Qo'chqorlar hammasi kelishlaveradi, har xil holatda kelishlaveradi. Hayit kuni so'yaman desalar, hayit kuni ham chiqarib yuboraveradi dastavka qilib. Boshqa kuni desalar, boshqa kuni ham. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylar Tepaqo'rg'onda o'zimizning xonadonimizga kelgan qo'chqorlar hammasi semiz, chiroyli variantlar, dumbalik, yog'liq deganlarga mana shu qo'chqorlar tavsiya qilamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu ehson qilaman, so'yaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Akalar, qo'chqor go'shti 130 ming, mol go'shti 120 ming. Shu tomonni ham aytib o'tamiz. Qo'chqorlar xudo xolisa zo'r kelishgan qo'chqorlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaring jumani yaxshi o'tkazib, chiroyli qilib, ertaga xudo xolisa hayit arafa. Hammalaring bayramni yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.